mustamlika ostida yashayotgan millatlarga nisbatan mustaqillik gohida to'liq yiroq, imkonsiz tuyulishi mumkin. Halbuki tarix ba'zan bir kechadala, ba'zan uzun yillik siyosiy yoki qurolliq kurashlar natijasida mazlumlarning osmonidami istiqlol yulduzining chaqnaydiganligini takror isbotlab turmoqda. Biz tövanda o'tgan 60 yil mobaynida mustaqillikka erishgan davlatlarning qisqacha tunishtirilishini huzuringizga sunamiz. 1. Siprus 1878-yili Angliya tarafidan besib olingan bu davlat 1959-yili 2 oyda Angliya, Gretsiya va Turkiya 3 davlat orasida imzolangan kelishimning turtkisida 1960-yili 8 oyning 16-kuni mustaqillikka erishgan. 2. Kongo Demokratik Cumhuriyeti 1885-yili Belgiya tarafidan mustamlika qilingan. 1905-yili Belgiya qarashli Kongo deb atalgan. 1960-yili 6 oyning 30-kuni millatparvarlarning saylamda o'tib chiqish natijasida mustaqillikka erishgan. 3-sidan 11-sigacha bo'lgan Togo, Madagaskar, Benin, Niger, Burkina Faso, Pilch qirg'iqi, Chad, O'rta Afrika Cumhuriyeti, Mali qatorliq davlatlar bo'lib, hammasi Afrika qit'asiga joylashgan. Bu davlatlar aslida birdek holda Fransiya qarashliq bo'lib, 1960-yili 4-oydan 9-oygacha oldikani 5 oy ichida asosan tinch ravishda mustaqillikka erishgan. 12, 13, 14 davlatlar bo'lgan Nigeriya, Sierra Leone, Tanzaniya. Afrika qit'asiga joylashgan aslida Angliya qarashliq bo'lgan bu 3 davlat 1960-yilning oxiridan 1961-yilning oxirigacha bo'lgan 1 yildan ko'proq vaqt ichida orqa-orqadan mustaqillik jakarlagan. 15. Kuveyt 1913-yili Angliya bilan Osman Turk imperiyasi orasida imzolangan Paris qo'ltiq kelishimi orqali Angliyaning homiyligiga o'tgan va 1961-yili 6-oyning 19-kuni tinch ravishda mustaqillik jakarlagan. 16. Samoa Tinch okeanining janubiga Yangi Zelandiyaning shimoliga joylashgan. Aslida Yangi Zelandiyaning vasiyligida bo'lgan bu davlat 1962-yili 1-oyning 1-kuni mustaqillik jakarlagan. 17. 18 davlatlar Burundi va Rwanda. Afrika qit'asiga joylashgan, aslida Belgiyaning vasiyligida bo'lgan Burundi bilan Rwanda o'xshashla 1962-yili 7-oyning 1-kuni mustaqillik jakarlagan. Burundi nisbatan tinch ravishda mustaqillik erishgan bo'lsa, Rwanda bir qancha yillik millatlar aro ichki to'qinishdan keyin mustaqillikka erishgan. 19. Algeriya aslida Fransiyaning mustamlikasi bo'lgan bu davlat 1954-yildan boshlab Fransiyaga qarshi 8 yil jasuran urush qilgandan keyin yuqorqi 2 davlatdan 4 kun keyin, ya'ni 1962-yili 7-oyning 5-kuni mustaqillikka erishgan. 20. 21 davlatlar bo'lgan Yamayka, Trinidad va Tobago. Karib dengizi rayoniga joylashgan bu 2 davlat 1962-yili 8-oyda Angliyadan ayrilib, tinch ravishda mustaqil bo'lgan. 22. Keniya 1890-yildan boshlab Angliyaning mustamlikasiga aylangan bu davlat 1956-yildan boshlangan mustamlikaga qarshi qurolliq kurashlarning natijasida 1963-yili 12-oyning 12-kuni mustaqillikka erishgan. 23. 24 davlatlar bo'lgan Malawi va Zambiya. Afrika qit'asining sharqiy janubiga joylashgan hamda 19-asrning oxirlaridan boshlab Angliyaning mustamlikasiga aylanib qolgan bu 2 davlat 1964-yili Malawi 7-oyning 6-kuni, Zambiya 10-oyning 24-kuni oldikayni bo'lib mustaqillikka erishgan. 25. Malta Yevropaning janubiga O'rta dengizining o'rta qismiga joylashgan, 18-yildan boshlab Angliyaning mustamlikasiga aylangan bu davlat
1964-yili 9-ayning 21-kuni mustaqillik jakarlagan. 26-si Singapur. Butun dunyoda danqi bor bu shahar davlati 1819-yildan boshlab Angliyaning mustamlikasi bo'lib kelgan. 1942-yildan 1945-yilgacha 3,5 yil Yaponiya tarafidan besilingandan keyin yana Angliyaning boshqarishiga o'tgan. 1959-yili Beqinda 50 Dependent Territory salohiyatiga ega bo'lgan. 1963-yili mustaqil shahar davlat sifatida Malayziyaga qo'shilib, Singapur shtati deb atalgan. Halbuki 1965-yili 8-ayning 9-kuni Malayziya parlamenti 126 ovozning ma'qullashi hech kimning e'tiroz bildirmasligi natijasida Singapurni Malayziya Federatsiyasidan quvlab chiqarish qarorini ma'qullagan. Ertasi Singapurda mustaqil Singapur Cumhuriyati rasmiy qurilgan. 27-si Gambiya. 19-asrdan boshlab Angliyaning mustamlikasi bo'lib kelgan bu davlat 1965-yili 2-oyning 18-kuni tinch ravishda mustaqillikka erishgan. 28-si Maldivi. Bu davlatmi 1965-yili 7-oyning 26-kuni Angliyaning bo'yin turqidan qutulib mustaqillikka erishgan. 29-si Guyana. Janubiy Amerika qit'asining shimoliga joylashgan, aslida Angliyaning mustamlikasi bo'lgan bu davlat 1966-yili 5-oyning 26-kuni mustaqil bo'lgan. 30-31 davlatlar bo'lgan Botswana va Lesotho. Afrika qit'asiga joylashgan va aslida Angliyaning mustamlikasi bo'lgan bu ikki davlat 1966-yili oldi-keyni 5 kun ichida Botswana 9-ayning 30-kuni, Lesotho 10-ayning 4-kuni mustaqillik jakarlagan. 32 Barbados. Karib dengizi bilan Atlantik okeanining tutashgan nuqtasiga joylashgan Barbados 16-asrdan boshlab Angliyaning mustamlikasiga aylangan bo'lib, 1966-yili 11-ayning 30-kuni tinch ravishda mustaqillikka erishgan. 33-si Yaman. Bu davlat 1918-yili Osmanlı imperiyasidan ayrilib mustaqil bo'lganligini jakarlagan bo'lsa-mu, ta ki 1967-yilgacha Angliyaning kontrolida turgan va shu yili 11-ayning 30-kuni rasmiy mustaqillikka erishgan. 34-35 davlatlar bo'lgan Mauritius va Swaziland. Afrika qit'asiga joylashgan va aslida Angliyaning mustamlikasi bo'lgan bu ikki davlat 1968-yili Mauritius 3-ayning 13-kuni, Swaziland 9-ayning 6-kuni mustaqillikka erishgan. 36 Fiji. Tinch okeanining janubiga Yangi Zelandiyaning shimoliga joylashgan, aslida Angliyaning mustamlikasi bo'lgan bu davlat 1970-yili 10-ayning 10-kuni mustaqillikka erishgan. 37-38 davlatlar bo'lgan Arab Birlashma Xalifaligi va Bahrayn. Arab yarim oroliga joylashgan va aslida Angliyaning vasiyligi bo'lgan bu ikki davlat 1971-yili oldi-keyni 2 hafta ichida Arab Birlashma Xalifaligi 12-ayning 2-kuni, Bahrayn 12-ayning 16-kuni mustaqillik jakarlagan. 39-si Bahama. Kubaning shimoliga joylashgan bu taqim orollar davlati 1973-yili Angliyadan qutulib mustaqil bo'lgan. 40-si Grenada. Janubiy Amerika qit'asining shimoliga joylashgan, 17-asrdan boshlab Angliyaning oraliqda 100 yil Fransiyaning mustamlikasi bo'lgan bu davlat 1974-yili 2-ayning 7-kuni mustaqillikka erishgan.